Do'stlar mendan ko'p so'rashadi. Qanaqa baliq ishlatasizlar? Tirik baliq ham nimada keladi? Tirik baliq mana shunaqa mashinalarda keladi. Kislorod balon shlankalar bilan ichiga ulangan. Malol 300, 400, 500, 600 kilometr uzoqlikdan ham baliq kelaveradi do'stlar. Asosiysi suv, mana shunaqa temir moslamalar, mana kislorod, eng asosiysi kislorod. Yana bir ma'lumot do'stlar, balonni o'lchayotganda mana bunaqa setkada o'lchanglar. Shunda suv hammasi tashqariga oqadi va taroziga suv tushmaydi. O'zingizga foydangizga bo'ladi bu narsa. Bir ma'lumot nimasida aytyapman. Yoqsiz baliq mana shunaqa bo'ladi do'stlar, mana. Kim baliq uchun so'zi biladi. Baliqdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli. Kislorodga ham qo'shamiz do'stlar.